Qaysi musulmon kishi birodariga g'aybdan, orqa varotdan duo qilar ekan, Alloh taolo unga bir farishtani muvakkal qiladi. U farishta uning duo qilish chog'ida valaka bil misli deb turar ekan. Senga ham shu birodaringga so'ragan narsang senga ham bo'lsin deb turar ekan. Ya'ni birodarchilik, birodarlar orasidagi mehr muhabbat, bu narsalar bizni birodarlarimizga duo qilishimizga undaydi. Birodarimizga g'aybdan, orqasidan turib duo qilar ekanmiz, unga so'rayotgan narsamiz o'zimizga ham berilar ekan. Birodarimiz uchun jon kuyarligimizni Alloh mukofotlayapti, unga so'ragan narsamizni o'zimizga ham qaytarilishligi bilan. Salaflarda shu odat bo'lardi. Salaflar bir narsaga muhtoj bo'lib qolsa, o'sha narsasini birodariga so'rar ekan. Bilardiki, birodariga so'ragan narsasi o'ziga ham berilishini. Kana Abu Darda radhiyallohu anhu yaqul. Mashhur sahobalardan Abu Darda doim aytar ekanlarki, inni la ad'u li 70 min ikhwani fi sujudi. Men sajdamda 70 ta do'stimga duo qilaman der ekanlar. Ya'ni nafil namozlarning sajdasida do'stlariga eng muhim joyda do'stlariga duo qilar ekanlar. Ana shunday do'stlari o'qishda 70 ta ekanlar. 70 ta do'stimni ismiga, haqqiga sajdamda duo qilaman. Abu Dardoning odatlari edi bu. Albatta nafil namozning sajdasida. Usammihim bi asma'ihim deganlar, ya'ni oxirida qo'shib qo'ygan ekanlar. Shu 70 ta do'stlarimni ismlarini aytaman degan ekanlar. Har birini ismini aytib duo qilaman sajdamda deyaptilar.